Selamünaleyküm arkadaşlar. Hemmeyiz Ziyat'a yangi yıldan təbrikləmiz. Şu yıl havaslanmadan hemmeyiz Ziyat'a yangi yıldan təbrikləmə. Allah razı olsun Ziyat'a yangi yıl hemmeyə amətliyyə olub gəlsin. Kulaq halasında yangi ləfsilərimiz var. Yangilərdə kulaq halasında şu nisviyeci soğuklarımız pas server oladı. Bizdə də bundan təşkil tamdan sonsalarımız var. Mix sonsalarımız İsmail sonsa, Kədi sonsa, Kəs şərə, Toluk Görüşün sonsalarımız oladı. Bundan təşkil şaşlıqlarımız oladı. Bir var gələ sizə. Dastavçılarımızdan boladı, telefonlardan zakazlarını getirip belə verəmiz. Adresimiz Yanarq Avtovaz dəyərlidir. Mantarəsiniz Gürüzülü, Mantarə Üniversiteti. Çəkərkən dükanımız həmərləridir. Avtovaz dəyərlidir, həmləyə rəxtər. Assalamu alaikum aziz Yanarq xalqı. 2026 yıl bilen həmmə Yanarq axlını təbrikliyimə. İlahim həmmə Yanarqlılar üçün, Xarəzm axlı üçün, bütün Özbekistan için ametli, berekeli, feyizli yıl olsun. Dükkanımızda tovarlarımız köp, yesenizle geliştirip veremiz. Hemme nerselerimiz bu dükkanda. Tükürçüler için hemme nerseler tapıladı. Tovarlarımızın sıfatlıları, en zorları bu. Gele verinler. Assalomu alaykum Yanarq xalqi. Hammangizni birib kelyapman. Yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Bizning Yanarq tumanimizda Nafisa parfyumeriyada shunday ajoyib skidkalar bo'lib turibdi. Hammangizni do'konimizda kutib qolamiz. Bayram uchun shunday ajoyib skidkalarni ko'p-ko'pmiz sizlar uchun. Shunday xo'shaygan bujuteriyalarimizni bunday ajoyib skidkalarda ko'p-ko'pmiz bemalol kelaverasizlar. Kosmetikalarimizda ham shunday ajoyib tonalkalarimizda, yuz uchun kremlarimizda hamma narsalarimiz sizlar uchun bayram skidkalari bemalol kelaverasizlar. Shunday ajoyib duokalarimizni yine 2 katlı hammasi skidkada turibdi. 220 ming so'mdan qo'yibmiz sizlar uchun. Assalomu alaykum. 2026 yil yangi yillar bilan tabriklaymiz. Burger King'ning nomidan kelaverasizlar. Shaxsiy somsalarimiz var. Yaxshi savoringlar, masa o'tiringlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men shu Yanarq tumanidagi hunarmand ustaman. Hammangiz girib kelayotgan 26 yil yangi yil bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Oilaviy ishlaringizda, hunarmandchilik, tadbirkorlik ishlaringiz rivojini bersin. Naki arzu-umidlaringiz olsa şu 26 yilda erishaveringlar. Hammaga güç, quvvat, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Assalomu alaykum hammangizga, xayrli kun. Hammangizni yotirgan yangi yil bayramlari bilan tabriklayman. Hamma Yanarq ahlini bayramlar bilan tabriklayman. Kelaverasizlar do'konimizda bayram skidkalari bo'lib turibdi. Yanarqdagi arzon shop do'koni nomidan hammangizni kelayotirgan yangi yil bayramlari bilan tabriklab qolaman. Assalomu alaykum. Girib kelayotgan 2026 yil bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Xudo xolasa Jabolak Somsada aksiyalarimiz bo'lib turibdi. Yurtdoshlarimiz uchun Xudo xolasa dastavkamizni besplatno etib qo'yibmiz. Uyingizdan besplatno etib olib beramiz. Zakaznoy mazali somsalarimiz ham sizlar uchun bo'ladi. Bonuslarga keladigan bo'lsak, 5 somsadan o'tsa 0.5 kola qo'shib beramiz. 10 somsadan o'tsa 2,5lik niyobishli bonusimiz qo'shib beramiz. Xudo xolasa somsalarimizni sifatli, mazali, sveji go'shtdan tayyorlaymiz. Bemalol zakaz bersangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Jabolak Somsa eng zo'ri bo'ladi. Assalomu alaykum. Yanarq ahli. Hammangiz girib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Kelaverasizlar, xizmatda bo'lamiz xudo xolasa. Tovuqlarimiz pishib turibdi. Azondan kesharum pishadi xudo xolasa. Kelaverasizlar, rahmat hammaga. Bayramlar bilan tabriklaymiz hammaga. Assalamu alaikum kadri baland, kadrdonlarim. Ahli Yanarq, sizlarni kelayotgan 2026 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu kelayotgan yangi yil hammamizga tinchlik, totuvlik olib kelsin, boylik olib kelsin. Neki arzu-umidlaringiz bo'lsa hammasi ro'yobga chiqsin. Shuningdek bayramlardan ko'p-ko'psini ko'rish hammamizga nasib etsin. Şu magazinimiz, ailemiz nomidan hamma Yanarqlarni tabriklayman. Hamisha gülüp oynab yuringlar. Bayram kayfiyati hech qachon sizlarni tark etmasin. Tabriklayman. Aleyküm azizlerim, salamanlısızlar. Hammangizni yangi yil bilan tabriklayman. 2026 yil hamma uchun omadli, barakatli yil bo'lsin. Ushalmagan orzular yangi yilda ushalsin azizlarim. Bizning mehmonkeyk do'konimizda turli xil salatlar, tortlar, pirojnilar, dasturxon uchun nov kerak bo'lgan nozik ne'matlar sveji tayyorlab beramiz. Kelaverasizlar azizlarim. Bizlar
Yana dükkanımızda indi kuşluklu pirojnilar, şokoladlı, piramidalar, yine suflili pirojnilar, bonito, snickerslar bor. Tortlar hazır kalmadı, yine çıkıyatır tayyorli bulup. Xudo xolasa, yine krasniy barxitlarimiz, pirojnilarimiz, ruletler. Dükkanımızda banda kilolu pecheneler bor. Yine lapuklar, ragalitler, chokolar, yine mishka, medovik, bizde 3 xil medovik bor. Bu yine eng zo'r pirojnimiz bumer bo'ladi. Yine pirojnilarimiz bellarimizdan bor. Dishonda salatlarimiz xil-xilidan bo'ladi, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Bayram deb bo'lsa azizlarim. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Sizlarni girib kelayotgan 2026-yil bilan hammangizni tabriklayman. Chin qalbimdan sizlarga baxt, saodat, katta omad, asosiy sog'lik tilayman. Sizlarni o'zimni kichkinagina do'konimda bo'lib turgan skidkalarga taklif etib qolaman. Har 300 ming so'mlik savdongizga bir choynak qo'shib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. Yana bir marta bayram bilan tabriklayman sizlarni. Assalomu alaykum mushti ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatmaydigan kuzatuvchilar. Bugungi to'y xizmatimiz Yangiariq tumani markazida joylashgan Ostona Guzar tantanalar majmuasida bo'lib o'tadi. Bugungi go'zal daqiqalar tariximiz so'zlariga xonadon sohibi sohibalarni yana bir karra muborakbod qilamiz. Darvoqe esa bugungi Ostona Guzar tantanalar majmuasida ish boshlovchisi, aniqrog'i rahbari desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Ulug'bek aka Qalandarovga eng avvalambor bugungi go'zal daqiqalar tariximiz so'zlariga muborak bo'lsin deya tilak bildiramiz. Shu fursatdan foydalanib butun bir yurtdoshlarimizni, aziz va hurmatli mehmonlarimizni kun sayin tobora yaqinlashib kelayotgan yangi 2026-yillar ila muborakbod qilamiz. Azizlar, ushbu yilimiz barchamizga birdek omadli, fayzli, barakotli yil bo'lsin deya tilak bildiramiz. Darvoqe, go'zal daqiqalar tariximiz so'zlarilar Ostona Guzar tantanalar majmuasida betakror tarzda